Bizi bankdan keldik, maqsadimiz bugungi kunda tadbirkorlik faoliyatini olib boradigan, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan fuqarolarga kredit produktlarini chiqqan yangi 2026-yilga o'shani sizlarga tanishtirib, shularni bir qisqacha kichkinagina bir yig'ilish chaqirib, mana shunday odamlarga tanishtirib ketaylik kelib, So'g'anchi mahallasiga. Mana 22/01/2026-yil bugundan boshlanadi tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz. Birinchi So'g'anchida bo'ldi. Chunki xalqi yaxshi, tadbirkor xalq ham ularga nisbatan katta. Birinchi So'g'anchi mahallasi uchun tashkillashtirdik. Xotin-qizlarga kredit berilyapti, yoshlarga berilyapti. Hozir naqd pulda kreditlarimiz bor. 26% dan berilyapti xotin-qizlarga. Yanada foizimiz tushishi mumkin. Undan kattaga. 5 million so'm sug'urta bilan beriladi, 5 milliondan oshgani 50 milliongacha uchinchi shaxs kafilligi bilan. Ya'ni siz ishlamaysiz, o'zingiz band qildingiz, akangiz yoki kimdir tanishingiz davlat ishida ishlaydi, sizga kafil bo'ladi. Klassingizga 50 million so'mgacha ajrat beramiz, naqd pulda. 26%dan ham. Ha, xotin-qizlar. Bir yilga qancha? Xohlasangiz 1 yildan boshlanadi, 5 yilgacha. O'zingiz xohishingizga qarab. Grafik ham analitni yoki differensial tanlaysiz. Kamay boruvchi yoki bir xil to'lovchisi bor. Grafik. Siz to'g'ri mana orada bank agentimiz bor, Nargiz opa, mahalla bankimiz kommunalka bor, o'shalarga murojaat qilasiz. Bankka borib o'tirishga shart emas. Kredit olmoqchiman, bir şey kelsangiz, hujjatlaringiz shu hujjatlaringiz bormi so'raydi. Bor. Kommunalkaga tashlaydi, kommunalka yaqin siz ko'radida, bo'ldi kelsin deydi, bankka borib bitta qo'yib qo'yasiz, plastingiz tushadi. Shunday. Faqat hozir agar anamiz ko'rib chiqilyapti, sug'urta bilan 15 milliongacha berishimiz mumkin bo'lyapti. Berib qolishimiz mumkin, u ham ko'rib chiqilyapti, bir ikki kunda masalasi yechiladi. Oilaviy tadbirkorlik dasturlarimizda anamiz ochildi, limitlarimiz ochildi. Bemalol oilaviy tadbirkorlikdan u kreditimiz maqsadli bo'ladi, oilaviy tadbirkorlikdan. 10 million olsangiz ham, 5 million olsangiz ham, 33 million olsangiz ham maqsadi bo'ladi u kredit. Maqsad tekshiriladi, monitoring qilinadi. O'sha maqsadda tadbirkorlik qilish kerak, o'sha maqsadda ishlatilish kerak. Berilgan kredit mablag'lari. Shunga e'tiborli bo'lasizlar. Bu foiz kamroq. To'y qilishga yoki tug'ilgan kunga yoki nimalarga ishlatib bo'lmaydi bu. Chunki siz 3 yilga kredit olsangiz, 3 yil davomida kreditning maqsadi to bugundan chiqsa, shu 3 yil davomigacha monitoring qilinadi. Kredit chiqib yopilguncha tekshiriladi. Nima maqsadda ishlatilgan, qayerga ketgan, nima bo'lgan, shunga e'tibor bo'ladi. 312 sonli qarorimiz. U bilan kredit beryapmiz 100 milliongacha garovsiz. Tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash asosini fondini kafilligi bilan beryapmiz. U ham qanday beriladi? U ham siz agar jismoniy shaxs sifatida oilaviy tadbirkorlikdan kredit olib, kredit vaqtida yopgan yaxshi to'lovchi bo'lsangiz, kreditni maqsadli ishlatgan bo'lsangiz, yakta ko'rib chiqiladi. Yakka tadbirkor ochib, yanada faoliyatingizni kengaytirishingiz mumkin. Yoki siz yaxshi ishlatyapsiz, do'kon ishlatyapsiz, nimani ishlatyapsiz, hisob raqam ochgansiz qaysi bankda. O'sha hisob raqamni bizga o'tkazasiz. Avval sizni aylanmangizga qarab biz sizga kredit beramiz. Savdo faoliyatiga, oziq-ovqatga misol uchun, umumiy ovqatlanishga, jihozlashga, to'kirlik yo'nalishlari bor, urug'chilik bor bu yerda. Bor urug'chilik? Bor, hammasi bor. Ko'p yo'nalishlarda ko'p qirrali maqsadli kredit, lekin 300 mingga pul terishlaydi bo'ladi. Ko'chirish orqali. Boyagi